Namangan viloyati Chortoq tumaniga kelganmiz. Shu xonadonimizga seksionniy avtomatik vorotamizdan ustunovka qilib berganmiz. Lazerlargacha qo'yib berilgan. Mokri asfalt rangda bo'lgan, xudo xolasa. Ochilishlari ham nihoyatda plavni yengil ochiladi. Ovozlari umuman yo'q. 10 ga 5 qo'yib, 12 ga 8 qo'yib ustunovka qilib berganmiz. Ochilib yopilishlari, motorlari nihoyatda yengil, xudo xolasa. Svet bo'lmaganda qizil ipni bitta tortib, ruchno ochib yopilaveradi inshaalloh. Lazerlarimiz ishlasa, zvuk beradi mana. To'siq bo'lganda darvoza pastga umuman tushmaydi. Pultni bosmayman. Buni to'ssangiz o'zi obratni orqaga qaytaradi, xudo xolasa mana. Chiroqlarimizni ham negativ qilib signal beradi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Ishingdan chiroyli, sifatli, ko'ngilligidan qilib, eng asosiysi o'z vaqtida bitkazib beramiz inshaalloh.